Bugun sizlarga Babyliss Pro mashinkalar haqida gapirib bermoqchiman. Ya'ni Imronning sochlarini qanday fade qilaman? Low fade, riskiroq fade qilaman. Tepa sochimni ozgina oling, yonlari esa fade bo'lsin deb aytganlar uchun mana fade'ni ham keyin boshlab yubordim. Xullas, nimaga imенно Babyliss mashinkasini tanlaganman? Babyliss mashinkasi jenskiyga ham ketadi, murskoyga ham. Ya'ni har xillari bor. Og'iri va yengili zo'r oladi xullas. Qisqa qilib aytganda, trimeri вообще yengil va shundoq saryo kesganda переходni mana chizuvlarini cho'tki qilib beradi. Shaverga keladigan bo'lsak, bu shaver o'zi bitta, ya'ni UV shaver. UV degani UV degani nima degani? Bu o'zini o'zi dezinfeksiya qiladigan mashinkamiz. Chunki qopqog'ini shunday olib qo'ysangiz, o'zini o'zi dezinfeksiya qilib oladi. Bu mashinkamiz albatta original, kimga kerak bo'lsa, pastda silka qoldirma, o'sha yerdan siz zakaz qilib qo'yasiz. Yo, mana salom qalaysizlar. Ana maxluq ketdi uyga, men qoldim. Takror ko'rsanglar bo'ladi. Soqollar joyida, mana переходlar nomerali. Shu L Barber deyapti. Kelaverasizlar.